She'rning nomi Boq va o'g'li uchun yozilgan. Boqini o'g'li 700 ming olib porani dadasiga topdi-da, Tishovvozga chorani. 500 dollar yo'ldan urib Tishovvozga berib, o'chirdi ovozini. Sozini chalib Tishovvozga o'chirdi ovozini. Prezidentimiz asli qarshi korrupsiyaga. Bu bandalar yo'l topdilar pul berish qoziga. O'ynatar chalib o'z sozini solarlar o'z yo'liga. Qarshi prezidentga, senatga, deputatga mahallakamga saylayman degan 600 nafar qo'lga. Axir bu kerak Boqi va o'g'li va Shovvozovga. Prezidentga tupurgan qarorlarga xalqni ovozini o'chirgan. Dunyoni o'ynataman der poraxo'rlar soziga. Prezident quloq solarmikin bu xalq u yurt ovoziga. Prezident amri vojib derlar. Balo yomon inson uchganini yurganini suvdayni yer. Asli 3 kunlik dunyodir. Bu dunyodan so'p ila o'tamiz. Kimdir gunohkor bo'lib o'tamiz. Kimlarni avlodimiz ekanligimizni unutmaylik ey do'stlar. Bu bo'layotgan ishlardan ilon tashlar do'stlar. Amir Temur, Alisher Navoiy, Al-Buxoriy, Ibn Sino, Al-Buxoriy, Al-Tirmiziylar farzandimiz. Bobolarimiz kim edi-yu? Bu bandalar nafs yo'lida kim bo'ldik?